Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli obunachilar, musofirdagi yurtdoshlar. Mana navbatdagi ikkitagi bir darvozamizni Toshkent viloyati Angren tumaniga o'rnatib berdik. Darvozamiz haqida sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, listlarimiz ikkilik listdan 2 qavatli bo'ldi. Afsona fasoli darvoza deb qo'yamiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Juda ideal holatda chiqdi, xudo xolasa. Stoykalarimiz 10 gon profildan, chek bozgi profillari 8 ga 4 profildan bo'ldi. Zamoklari har doim zubur zamok. Ko'rishlaringiz mumkin. Rejimkalarni qo'yib berdik chiroyli qilib. Garaji bilan bo'ldi, xudo xolasa. Bu garajlari ham juda ideal holatda chiqdi. Sizlarga orqa tomondan ko'rsatib o'tishga harakat qilib ko'ramiz. Ochilib yopilishlariga bitta baho berib qo'yaverasizlar. Original holatda bo'ldi. Mana bu orqa tomonlari mana tekis holatda bo'ladi. Mana bu joylari sentr zamok bo'ladi. Bemalol ochilib yopilishlariga garantiya berilaveradi, xudo xolasa. Bir qo'lda bemalol mana shunday qilib yopib qo'yilsa bo'ladi. Kimgaki shunday bir qavatli, 2 qavatli high-tech fason darvozalar qiziq bo'lsa, albatta ekrandagi nomerga telefon qilaverasizlar. Bexijolat xizmatlaringizdamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, Allohga omonat bo'linglar.